Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Kuni kecha mana bu uskunamizda karamni chiqarib bergandik. Endi piyozni chiqarib berishni so'rashyapti. Mana piyozni chiqarib ko'rsatamiz. Piyozni soldik. Bahosini aytib o'tayin. Ko'pchilik oxirigacha ko'rmayapti-da, bahosini aytmayapsiz deyapti. $120. Mana shu narsa. Xitoyda ham har xil narxlari bor. Buni yupqa tunkadan yasab qo'yganlari arzon bo'ladi, qalinroq yasaganlari qimmatroq bo'ladi. Pichoqlarini ham har xil metalldan yasaydi. Arzon qimmatligi shunga qarab. Kimdadir arzon, kimdadir qimmat bo'lishi mumkin. Bekorga arzon, bekorga qimmat bo'lmaydi. Endi chiqarib ko'ramiz. Qalinligi hozir qancha qalinligida bilmadim. Xo'p, juda ham yupqa ekan. Mana juda ham parash. Oho. Sal qalinlatar ekanmiz. Hozir telefon kelib qoldi. Juda ham parash. Parashligi, yupqaligini. Bunaqa hech kim to'rg'amasa kerak. Ehtiyot to'rg'aydiganlarga mana juda ham yupqasi. Yana qalinlashtiramiz. Endi yana ham qalinlashtiramiz. Mana endi sal oz-moz qalinlashdi. Bitta piyozimiz qoldi. Xohlagan razmerda kesa olar ekansiz mana. Juda ham yupqa qilish kerak bo'lsa qilar ekan. Tugadi mana piyoz. Mana bular o'sha qalinlashgan variantlari. Tagida juda yupqalar mana. Juda ham yupqa.